Ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel orqali jo'natsam qanaqa qulayliklari bor? Sizlarda narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz, xudo xolasa shu videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Aynan sizlar uchun bo'ladi. Bugun Hikmat Travel ofisiga Abdug'offor akaning oldilariga yetib kelganman. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilaman. Videoda boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqadi. Shunda sizlar birinchilardan bo'lib Xudo xolasa xabardor bo'lishlaring mumkin. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'offor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizni firma orqali, ya'ni Hikmat Travel orqali ota-onasini, yaqinlarini Umra safariga jo'natmoqchi bo'lganlarga qanaqa qulayliklarimiz bor? Narxlarimiz qanaqa bo'lyapti? Atrofga qaraganda arzonroqmi? Shuni bitta tushuntirib bersangiz endi aka obunachilar uchun. Sharoitlardan boshlaymiz bo'lmasa. Sharoitlarni bitta aytib chiqsak, xo'p, Madina Munavvarada gassitsamiz uzunligi 200-300 metr. 200-300 metr. Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi bir gassitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushishadi, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, endi Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. 50 bosh xizmat qana bo'ladi deydiganlar uchun 50 boshimiz ham aeroportdan billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari mana kamzul, so'mka, bejik beriladi firma tomonidan. Keyin bundan tashqari vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Iloji boricha. Xo'p, endi qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. 5 litr zamzam suv, xudo xolasa har bitta odamga beriladi. Har bitta odamga beriladi. Xo'p, endi to'lovlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun, O'zbekistonda ofisimizga borib to'lov qilaman deydiganlar uchun respublikamizda 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi. Biz onlayn ham to'lov qilaveramiz deydiganlar uchun mana shu yozgan nomerlarimiz, o'zimning nomerim, ismim Abdug'offor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Bemalol pasportlaringni tashlab berasizlar. Qizil pasportlaringni bo'ldi, joylaringni bron qilib qo'yamiz. Qolganini o'zimiz tushuntiramiz. Chiroyli qilib joylaringni qilib qo'yamiz. Aeroportga borib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Demak, bitta qizil pasport rasmini tashlab berishsa, sizlar xo'p, hammasini registratsiya qilasizlar, vizasini tayyorlaysizlar. Biletlarni hammasini sanalari hamma yo'q tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Keyin borib kelish bilet olinadi. Sizlarda hali borish olinmaydi va yo'q, xudo xolasa iloji boricha bordi keldi olinadi. Bordi keldi olinadi. Xudo xolasa mana ishonch tomonlama hammasini eshitdilaring, to'lov masalalari qanaqa bo'lyapti, eshitdilaring, sharoitlarni eshitdilaring. Endi agar sizlarga sharoitlarimiz, to'lov masalalarimiz yoqqan bo'lsa, endi narxlarni aytib bersangiz aka, qachonga reyslarimiz bor? Xo'p, narxlarimiz Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz 26-iyul, 27-iyul, 28-iyul, 29-iyul, 30-iyul va 31-iyul kunlari Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $930 qilib beramiz. $930. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha avgust oyiga ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Avgust oyiga ham joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, bundan tashqari Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz ham qo'yilgan. Iyul oyiga 27-iyul va 31-iyul kunlariga reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz. Buni ham narxini $930 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Demak, Farg'onaning ham narxi bir xil, Toshkentdan Toshkentda ham narxi bir xil. Endi yana bitta narsa esdan chiqibdi, agar 4 kishidan oshiq boradiganlar bo'lsa, o'rtoqlarim, oila a'zolarim farqi yo'q. Masha aytgan narximizdan ham jindekkina chegirma qilib beramiz. Yana skidkalari bo'ladi, xudo xolasa telefon qilib joylarini bron qilsa, yana skidkalari bo'ladi. Mana sharoitlarda eshitdilaring, to'lov masalalari qanday qilib to'lov qilishlarida eshitdilaring. Mana endi narxlarimiz atrofga qaraganda arzon, qimmatmi? O'zlaring kommentariyaga yozib ketinglar. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib joylarini bron qilishlaring mumkin. Bu videoda xudo xolasa Umra safariga bormoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yinglar, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib videomizni kuzatib borishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.